hali ham qo'rqmas odamman. Xohlagan narsamni qildim ujida. Parashyutdan sakrash, trosdan sakrash, har xil ekstremal darajada bo'lgan narsalar, mashinani katta tezlikka olib chiqish o'zini joyida albatta. Va o'zi xohlagan narsa hammani qildim. Rost hamma qilganlar. Skaladan sakragan bo'lardim, parashyutda, skaladan yoki samolyotdan sakragan bo'lardim. Da, qo'rquvim bor bo'lsa ham sakrab ko'raman, xudo xolasa. Men okean o'rtasida suzib ko'rgan bo'lardim, chunki suzishdan juda ham qo'rqaman. Parashyutda o'zimdan, samolyotdan, na parashyute. Samolyotdan parashyutga sakrash. Qo'rqmaydigan odam bo'lib ko'rsam, bilmasam, kuchim yetmaydi deb o'ylagan qushlarga topshirib ko'rgan bo'lishim mumkin yoki amerikanskiy gorkadan tashlab ko'rishim mumkin o'zim. Nega aniq o'qishlarga topshirib ko'rmaganmisiz? Yo'q, masalan, o'qishga kirib bo'lganman. Ko'pchilik kuchim yetmaydi deb o'ylagan narsadan kechib, orzusidan kechib orqaga qaytadi-ku. Masalan, Garvard yoki Oksford universitetlari orzu bo'ladi, harakat ham qilib ko'rishmaydi. Agar qo'rqmas bo'lib qolganimda, shunaqa narsalarga topshirib ko'rgan bo'lardim. Hali kechimiz topshirib ko'ring. Rahmat. Charchamang.